بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد استوجب النار رواه ابن ماجه. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kim Qur'onni o'qisa va uni yodlasa, Alloh taolo uni jannatga kirgizadi va do'zaxga hukm qilingan ahli baytidan 10 kishini shafaat qilishlikka izn beradi dedilar. Ya'ni kim Qur'onni o'qisa va uni yodlasa va hafizahuni uni saqlasa deyilgan, hifzida saqlasa, ayrim bu hadisni boshqa bir rivoyatlarida halolini halol deb, haromini harom deb bilsa deb kelgan. Shundan bilinadiki, Qur'onni yodlashlikni o'zi emas, kim Qur'onni o'qisa va yodlasa degani albatta amali bilan birga bo'ladigan bo'lsa, adxalahullohul jannah, Alloh taolo uni jannatga kirgizadi. Buni sharhida ulamolarimiz aytadilarki, boshidanoq jannatga kirgizadi, ya'ni unga do'zaxni ko'rsatmaydi deydilar. Chunki mo'min musulmonlarning hammalari gunohiga yarasha jazosini olgandan keyin ham jannatga kirishliklari aniq, hammalari kiradilar. Lekin bu yerda hofizi Qur'on, o'sha amal qilgan hofizi Qur'on boshidanoq do'zaxdan kirmasdan jannatga kiritiladi deydilar. Va oila a'zolaridan 10 kishini shafaat qilishlik huquqi beriladi. U oila a'zolari gunoh sababli do'zaxga tushishligi aniq bo'lgan insonlardir. Ya'ni kufri sababli emas. Agar kufr bo'lsa u jannatga kirmaydi. Gunohi sababli do'zaxga hukm qilingan yaqinlarini, ahli baytidan, oilalaridan 10 kishini shafaat qilishlikka haqli bo'ladi deb marhamat qildilar Ibn Mojah rivoyatlari. Alloh taolo hammalarimizni hofizi Qur'onlardan bo'lishligimizni nasib etsin. O'tgan darslarimizda sukunli nun va tanvin qoidalari haqida o'tib o'tgan edik. Bugungi darsimiz tashdidli nun va mim hamda g'unna va uning miqdorlari haqida so'z yuritamiz. G'unna nima? G'unna dimoqdan chiqadigan tovushga aytiladi. Bu sukunli nun va mimda yaqqol bilinadi. Ayniqsa tashdidli nun va mimda yana ham yaqqol bilinadi. Yuqoridagi darslarimizda aytib o'tgan edikki, bu nun bilan mimning ajralmas sifati, ya'ni g'unna sifati nun bilan mimdan ajralmaydigan sifat, tovush deb aytib o'tgan edik. Mana shu ikki harfdan boshqa birorta harfda g'unna yo'q. G'unna qiladigan barcha o'rinlarimizda mana shu nun bilan mimning sababidan g'unna qilinadi. Masalan, o'sha idg'om, ixfo degan qoidalarni o'tdik. Nunda ham, mimda ham. Buni dimoqdan chiqarib o'qiymiz deb aytganimiz mana shu nun bilan mimni ishtirok etganligi uchundir. Bular ishtirok etmagan barcha o'rinlarda hamma tovushimiz og'izdan o'qiladi. Misol uchun a'udhu billahi deb o'qilinadi. A'udhu deb deb dimoqdan chiqarilmaydi. Chunki bu yerda nun bilan mim yo'q. Masalan, anfusakum yoki anna desak, o'z-o'zidan og'zimiz yopilganda dimog'imizdan keladi bu tovushlar, mana shunga g'unna deyiladi. Endi tashdidli bo'lganda, nun bilan mim tashdidli bo'lganda bu yanada yaqqol bilinadi va buni bir muddat ushlab turishlik vojib bo'ladi. Masalan, inna, lamma, lakumma deganlarimizda mana shu ushlab turishlikka g'unna deyiladi va bu yerda ikkita nun mim qatnashganligi uchun, ya'ni bitta nun emas, tashdidli bo'lgandan keyin ikkita bo'ladi. O'z-o'zidan haligi g'unna miqdori ham 2 barobar ortadi. Endi g'unnaning miqdori qancha degan savol tug'ilishi mumkin. Ulamolar mad
miqdorlarini harakat bilan berganlar. Ya'ni mattabiy masalan 2 harakat cho'ziladi, boshqa matlar masalan 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat cho'ziladi deb harakat bilan o'lchab berganlar. Lekin g'unnaning miqdorini mana buncha harakat cho'ziladi deb kitoblarda ham kelmagan va ustozlar ham buni aytib o'tishmagan. Chunki qiroat mushofahatan, ya'ni og'izma-og'iz o'rganilganligi uchun shogirdni o'qiganini eshitib, o'zi ham o'qib berib, agar ko'payib ketsa kamroq ushagin, ko'payib ketdi yoki kamayib ketsa kam ushab qo'yding, ko'proq ushagin deb mana shu bilan amaliy tarzda g'unnani miqdori belgilangan. Shuning uchun aniq mana buncha harakat ushlanadi deyilmagan. Biz ham yuqoridagi darslarimizda taxminan 2 harakat deb aytib o'tgan edik. Tushunarli bo'lishligi uchun va bu miqdorni chamalab olishlikka oson bo'lishligi uchun mana shunday 2 harakat miqdor bilan tushuntiriladi, lekin buni aniq 2 harakat cho'ziladi deb aytilmaydi va kitoblarda ham berilmaydi. Bu taxminiy miqdor hisoblanadi. Shuning uchun buni o'zlashtirayotganda ustozdan olib inna amma deb miqdorini o'zlashtirib o'rniladi. Inna deb ushavorsa, yo'q ko'payib ketdi, sal kamroq cho'zigan. Yoki innallazina bo'lsa, yo'q tez o'tib ketding, innallazina deb mana shunday puxtalab olinadi. Endi tashdidli nun va mim kalimani o'rtasida ham kelishi mumkin, kalimani oxirida ham kelishi mumkin. Masalan, minal jinnati wan nas kalimani o'rtasida kelgan. Wala jan bu kalimani oxirida kelishiga misol. Mana shu yerda agar vaqf qiladigan bo'lsak, vaqfda ham, ya'ni nafas olish uchun yoki nafasimiz yetmay qolib to'xtaydigan bo'lsa, bu yerda ham uning g'unnasini amalda qanday aytayotgan bo'lsak, ya'ni vasl holatida ulab ketayotganimizda qanday aytayotgan bo'lsak, to'xtaganda ham xuddi shunday talaffuz qilib to'xtaladi. Ya'ni masalan فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ mana shunday tarzda to'xtalinadi. Vaqf qilyapman-ku deb وَلَا جَان deb to'xtab qo'yilmaydi. Yoki وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ bo'lsa, mana shu yerda nafas yetmay agar valakinda to'xtab qolinadigan bo'lsa, valakin deb ushlab to'xtalinadi. Albatta bu tashdidli bo'lganiga misol, valakinni sukun bilan kelishi ham bor, u bu qoidaga kirmaydi. Valakin deb to'xtaladi agar sukunli bo'ladigan bo'lsa, lekin tashdidli bo'ladigan bo'lsa nunimiz valakin deb talaffuz qilinadi. Endi bu g'unnani darajalari mavjud. Darajalari shundan iboratki, buni ushlab turish miqdori birinchi va ikkinchi darajasi bir-biridan bilinar-bilinmas farq qiladi. Buni oddiy odam his qilishi qiyin. Buni mutaxassis ustozlardan eshitib chamalash mumkin, lekin juda katta farq qilmaydi bu. Lekin 3 va 4 darajalari bu yaqqol bilinadi. Shuning uchun buni darajalarga bo'lishgan. Birinchi darajasi masalan haliga aytganimizdek, sukunli nunimiz tashdidli va mimimiz ham tashdidli bo'lganda va idg'om qilinganda mukammal, ya'ni akmal, g'unnaning akmali deb ishlatiladi, eng mukammali degan. Masalan, lamma, lakumma, inna deydigan bo'lsak, yoki idg'omiga misol lan nu'min, mana masalan lan nu'minda nunimiz sukunli birinchisi, ikkinchisi harakatli. Bu idg'om bo'ldi. Aynan o'sha tashdidli nun bilan bir xil bo'ladi. Chunki idg'omni yuqorida o'tgan edik. Sukunlini harakatlini ichiga kirgizib, bitta tashdidli harakatga aylantirib yuborishlik deb aytib o'tgan edik. Shuning uchun bu tashdidli bilan idg'om holati eng mukammal idg'om bo'ladi. Inna lamma deb ushlab turiladi. Ikkinchi darajadagisi bu ixfo. Anfusakum masalan yoki in kuntum deganimizda mana shu ixfo holatidagisi
komil g'unna deyiladi. Ya'ni akmaldan juda ham bilinar bilinmas darajada farq qiladi. Bu aytganimizdek katta farq qilib tez o'tib ketib qolinmaydi. Buni ko'p eshitaverib, mashq qilavergandan keyin yoki shu sohada dars beravergandan keyin farqini his qilinadigan bo'ladi. Bu juda katta farq emas. Endi 3-darajadagisi esa nunimiz sukunli hamda mimimiz ham sukunli bo'lganda 3-darajali bo'ladi. Masalan, an yoki lakum alayhim deganimizda bu noqis g'unna deyiladi. Ya'ni haligi akmal va komillardan ko'ra muddati ham kamroq bo'ladi. Ya'ni bayniya sifatigina beriladi. Shuni o'zida g'unnani ham talaffuz qilgan bo'lamiz. Lakum deb ushlab turmaymiz yoki alayhim deb ushlab turmaymiz. Unda tashdidliga aylanib qoladi. Alayhim bir muddat degan tovush, ya'ni g'unnamiz chiqsa, ana o'sha 3-darajadagi demak g'unna bo'ladi. 4-si nun bilan mim harakatli bo'lganda. Bu anqos g'unna deyiladi. Eng qisqa, eng noqis g'unna degani ma, mi, mu desak masalan yoki na, ni, nu deydigan bo'lsak, bu anqos g'unna hisoblanadi. Ya'ni buni nunda g'unna sifati bor edi-ku deb sukunli holatidagi miqdorda ushlab turilmaydi. Masalan, ma, mi, mu deb talaffuz qilinmaydi, balki ma, mi, mu deb talaffuz qilinadi. Mana shu darsimiz yanada puxtaroq va misollar bilan yanada zehnimizda qolishi uchun doskaga qarab turadigan bo'lsak, g'unna mahraji, miqdori, darajasi. G'unna nima? Lug'atda dimoqdan chiqadigan ovoz. Haliga aytganimizdek, og'zimiz yopilganda o'z-o'zidan burnimizdan chiqadi, tovush ham, havo ham, ana o'shanga g'unna deyiladi. Istilohda nun va mim harfi talaffuzidagi ajralmas tovush. Buni ham aytib o'tdik. Faqat shu ikkalasida bo'ladi xolos. Boshqalarida bo'lmaydi. Shuning uchun a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb dimoqda o'qilinmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb talaffuz qilinadi. Ayniqsa madlarda bu yaqqol bilinib qoladi. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin. Mas alamin deb o'qiganlarni eshitib qolamiz yoki maliki yawmiddin bo'lib din unda g'unna qilib qo'yayotgan bo'lamiz. Yawmiddin di og'izdan chiqish kerak bo'ladi. Mahraji qayer? Demak, dimoq, ya'ni burnimizdan chiqadigan o'rin dimoqdir. Tashdidli mim va nun. Tashdidli mim va nunning hukmi nima? G'unna vojib bo'ladi. Ya'ni uzoq muddat ushlab turishlik vojib bo'ladi. Tashdidli mim va nun qaysi holatlarda g'unna qilinadi? Tashdidli mim va nun vasl holatida ham, vaqf holatida ham, kalimaning o'rtasida, xoh oxirida bo'lsin, g'unna qilinadi. Buni aytib o'tdik, yana misollar bilan quyida keladi. Tashdidli mim va nunda g'unnaning miqdori qancha? Ana bu yerdan taxminan 2 harakat deb berganmiz. Buni o'sha chamalab olishlik va tushunish oson bo'lsin uchun mana shunday berilgan. Haligi yuqorida aytganimizdek 2 harakat ushlab turish degan narsa kitoblarda kelmagan, faqat o'sha ustozdan talaqqiy qilish bilangina o'zlashtirish mumkin. Qaysi holatlarda g'unna bo'ladi? Ixfo qilingan mim, nun va tanvinda, idg'om qilingan mim, nun va tanvinda hamda tashdidli mim va nunda bo'ladi. Bo'ldi, mana shu o'rinlarda g'unna qilinadi. Ya'ni mim va nunning ixfo o'rinlarini o'tdik, tanvinni ham birgalikda o'tdik, hamda tashdidli mana bu darsda o'tyapmiz. Shu holatlardagina tovushimiz dimoqdan aralashib chiqadi. Boshqa holatlarda faqat og'zimizdan o'qish kerak bo'ladi. Burnimiz bunga aralashmaydi. G'unnaning darajalari bormi? Ha, uning darajasi 4 ta darajasi bor. Bu yerda qavs ichida 5 ta deb bergan, ayrim kitoblarda 5 ta deb berilgan. Shu ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Bu ham lafziy ixtilof, katta farq qilmaydi bu. Masalan, tashdidli va idg'omli deb berganmiz. Shu tashdidlini alohida, idg'omlini alohida
qilib beradi ayrimlar. Chunki idg'omli deganda ular ko'proq idg'om deganda yamnu harflariga idg'om qilish tushuniladi. Nun yamnu harflaridan nunga idg'om bo'lganda o'z-o'zidan tashdidliga aylanib ketadi. Bu yerda yo bilan vovga idg'om qilinish nazarda tutilgani uchun idg'omlikni alohida berishadi. Faman ya'mal misol uchun yoki min waliyin ni alohida berganlari uchun 5 ta hisoblanadi. Lekin bu yerda o'sha lan nu'min lakum ma kabi o'z jinsiga idg'om bo'lganligi uchun bitta qilib berilgan. Ikkinchisi darajadagisi ixfoli, uchinchisi sukunli izhor, to'rtinchisi harakatli. Nun va mim avvalgi 3 ta, ya'ni tashdidli, idg'omli va ixfoli holatida g'unna mukammal bo'ladi. Sukunli va harakatli holatida faqatgina asl g'unna sifati qoladi. Demak, birinchisi g'unnaning eng komil muddati, ya'ni tajvid tilida akmal deb aytadi. Bu tashdidli va idg'om qilingan nun va mimda bo'ladi. Masalan, fil yammi va la takhafi degi yam degi mim. Faman ya'mal hozirgi aytganimizdek idg'omli holati ma lahum minalloh degi lahum degi mim. Walakinnalloha sallam degandagi tashdidli nun. Mazkur g'unnalarning hammasi bir xil miqdorda bo'lib, g'unnalarning eng komili hisoblanadi. Ikkinchisi, bu avvalgisiga nisbatan ushlab turish muddati nisbatan kamroq. U ixfo qilingan nun va mimda. Misol, tarmihim bihijarah amburik al-insan. Mana shular misol bo'la oladi. Bunda amburik ni ham ixfoga kirgizdik. Sababi chunki mana nun harfi baga yo'liqsa mimga aylanadi va mimni baga ixfo qilinadi. Shuning uchun miqdori bu yerda bir xil bo'lganligi uchun misollar orasiga qo'shib ketildi. Demak, shu misollarning hammasidagi g'unna komil g'unnadir. Ya'ni eng komil emas, akmal emas, balki kamil g'unna bo'ladi. Ya'ni akmal bilan kamil o'rtasida bilinar bilinmas farq bor. Aytganimizdek, buni farq bo'lar ekan deb juda ham bilinadigan darajada ajratilib o'qilinmaydi. Masalan, bu Alloh taoloning so'zida yana ham yaqqolroq bilinadi deb mana bu misol keltirilgan. In kuntum mu'minin. Mana bu yerda in kuntum mu'minin. Ya'ni kuntum mu'minin va in kuntum dan ko'ra biroz uzoqroq turadi deb berilgan. Tum degan mim in degan kga yoki ning tga ixfo qilinishidan ko'ra biroz uzoqroq turadi deyilgani. Yana qaytarib aytaman, bu biroz faqatgina juda ham malakasi oshgandan keyingina his qilinadigan, seziladigan muddat. Ya'ni yaqqol bilintirib in kuntum mu'minin deb ko'p ushlab turilmaydi yoki in kuntumni kamroq ushlab qo'yilmaydi. Uchinchisi noqis g'unna bo'lib, noqisdan murod muddati qisqa deganidir. U sukunli nun va mimni izhor qilinganda bo'ladi. Sami'un alim. Ana sami'un deganimizdagi un degan muddatimiz demak noqis g'unna bo'ladi. Bu esa bayniya sifatidir. Bayniya sifatini sifatlar bobida aytib o'tganmiz. Ikkinchi misol an'amta alayhim. An'amta alayhim. Mana an degan nun g'unna bo'ldi, noqis g'unna. Am degan mim ham, alayhim degan mim ham. Ya'ni ko'p ushlab turilmaydi bu. Chunki bu ham bayniya sifatidir. Ko'p ushlab tursak rahovaga o'tib ketib qoladi. To'rtinchisi anqos, ya'ni g'unnaning undan ham qisqa darajasi. Bu esa mim va nun harakatli bo'lgan vaqtdagi holatidir. Masalan, ma, mi, mu, na, ni, nu bu haqda aytib o'tdik. Mana shu 6 tovush eng qisqa g'unna hisoblanadi. Bularning barchasiga misol qilib mana bu oyatni o'qiydigan bo'lsak, astag'izu billah.
Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin deganimizda mana bi'sa ma degan ma anqos, ya'ni eng qisqa g'unnaga misol bo'ldi. Harakatli mim ya'murukum degan ma ham harakatli bo'lganligi uchun anqos g'unna. Ya'murukum bihi degi bu demak ixfo bo'ldi. Ikkinchi darajadagi demak kamil g'unna bo'ldi. Imanukum degi ma ham anqos g'unna bo'ldi. Imanukum degi mana bu mim sukunli bo'lganligi uchun, ya'ni izhor, ya'ni 3-darajadagi, ya'ni noqis g'unna bo'ldi. Anqos emas, balki undan sal muddati ko'proq noqis g'unna. In kuntum mu'minin. Bu yuqoridagi misolda aytib o'tdik. Eslatma. Buni yaxshilab esimizda olib qolishligimiz lozim. Kalima oxiridagi tashdidli mim va nunda vaqf qilinsa ham bir muddat g'unna bilan ushlab turgan holda vaqf qilinadi. Misollari mana bu. Buni demak darsimiz boshida aytib o'tdik. Ikkinchi eslatma esa g'unnani ushlab turish muddati qiroat tezligiga mos ravishda ado etiladi. Bu ham muhim qoida. Chunki qiroat tezligi, masalan, tahqiq darajasini aytib o'tganmiz, sekin o'qish. Sekin o'qiydigan bo'lsak, g'unnani ham o'sha sekin o'qishlikka mos ravishda sal uzoqroq muddat, uni uzoq muddat ushlab turiladi deyilmaydi. O'shanga mos bo'lganligi uchun go'yo uzoqroq ushlab turilgandek bo'ladi. Masalan, qul a'udhu bi robbin nas malikin nas deb agar sekin o'qiydigan bo'lsak, mana shunday ushlab turiladi. Agar hadrda, ya'ni tezroq o'qiydigan bo'lsak, o'sha tezlikka moslashib tezroq o'tilinadi. Qul a'udhu bi robbin nas malikin nas ilahin nas bo'lib o'sha harakatlarga mos ravishda tezroq o'tilinadi. Ya'ni muvozanat buzilmasligi kerak. Sekin o'qiyotgan bo'lsa, tez o'tib ketib qolinmaydi. Masalan, Qul a'udhu bi robbin nas deb o'tib ketilmaydi. Bi robbin nas. Mana shunday harakatlarga tezlikka mos ravishda ushlash kerak. Yoki aksincha, tez o'qiyotganda ushlab turish kerak ekan bu deb uzoq muddat ushlanmaydi. Qul a'udhu bi robbin nas malikin nas ilahin nas deyish ham xato. O'sha tezlik qanday bo'ladigan bo'lsa, o'sha miqdorga mos ravishda ketishi kerak. Demak, bugungi nazariy darsimiz mana shu tashdidli nun va mim va g'unnalardan iborat. Keyingi darsimiz qismi amaliy darsga o'tamiz. O'tgan darsimizda sin va shin harflarini talaffuzi haqida so'z yuritgan edik. Bugungi darsimiz sa harfidan boshlaymiz. Demak, sa harfi. Saning mahraji mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Tilimizning uchi bilan yuqoridagi sanoya tishlar deyiladi, ya'ni bizning o'zbek tilida quyon tishlar deyiladi. Ana o'shaning uchi bilan chiqadi. Ya'ni tilimizning uchi mana bu til deb oladigan bo'lsak, bu tepa tishimiz bo'lsa, mana shunday uchma-uch turishligi kerak. Ko'p ham chiqib ketib qolishligi kerak emas, tilimizning uchi orqada ham qolib ketishi kerak emas. Mana rasmda ko'rilgandek uchma-uch turiladi. Va ayni paytda havoni o'sha sanoya tishlarimiz, ikkita quyon tishimizni iloji boricha o'rtasiga taqashligimiz kerak bo'ladi. Shunda fisillab o'sha sofir sifatlari ham tiniq chiqadi. Ayrimlarning tili qalin bo'lganligi uchun tilimiz yoyilib tegib, havo ham o'sha yoyilib ketib qolishi mumkin. Natijada qo'pol chiqib qoladi. Masalan, af bo'lib qolishi mumkin. O'shanday holatda ham agar tilimiz ingichka bo'ladigan bo'lsa, ingichkalashtirib uchini teqqizamiz. Agar qalin bo'lsa, yoyilib tegadigan bo'lsa ham havoni shu uchiga taqashimiz kerak bo'ladi. Af emas, balki af tilli uchidan chiqish kerak bo'ladi. Mana shu uning mahrajidir. Hop. Sa, si, su. Mana bu su da ham
e'tibor beradigan jihatimiz sni aytib, buni yuqoridagi darslarimizda ham aytib o'tganmiz, keyin zammaga chiqishi kerak labimiz. Su. Kuzatiladigan xato su deb aytishlik. Su. Ya'ni sni hali talaffuz qilmasdan labimizni zamma qilib olishlik. Su. Bunday emas. Su. Su deb talaffuz qilinadi. Bas. Bas bu yerda ham demak sada rahova sifatini o'tganmiz. Bir muddat mahrajda sirg'alishi kerak. Bas deb to'xtab qolinmaydi. Bas bir muddat turishligi kerak yoki basi bo'lib qalqala ham bo'lib qolmaydi. Siba. Demak bu yerda saga ham baning qalqalasiga ham e'tibor beramiz. Sam. Bu yerda mimning bayniyasiga ham e'tibor beramiz. Sin. Bu ham mim bilan bir xil muddatda turish kerak. Bayniya hozirgi aytganimizdek g'unna sifati bir muddat chiqish kerak. Samar. Samar. Bu yerda kuzatilishi mumkin bo'lgan xato ro bu yerda yo'g'on bo'ladi, chunki oldi fathali. Uni hali ro qoidalarida o'tamiz. Mimni roni yo'g'on qilaman deb mimdan boshlash holatida uchrab turadi. Samor, samor bo'lib. Shuning uchun sama deb ma'ni ingichka qilib, keyin roni yo'g'on qilamiz. Samar. Saman. Saman. Demak, nunning bayniyasiga e'tibor qaratamiz. Sawru. Sawru. Demak, vovning bayniya sifatiga e'tibor beramiz. Savru bo'lib tez o'tib ketib qolinmaydi yoki o'zimizning tildagi v ga o'xshab qolmasligi kerak. Savru bo'lmaydi. Savru, balki sav. Yana sani ingichka qilish kerak. Vovga, ya'ni o'z mahrajidan chiqaraman deb sadan boshlash kerak emas. Savru bo'lmaydi. Sav, balki savru. Savbu. Savbu. Vovni aytganimizdan so'ng buni o'z mahrajidan aytishimiz kerak. Bu ham vovning mahrajida qolib ketish ehtimoli bor. Natijada ba yo'g'on bo'lib qoladi. Savbu bo'lib qoladi. Savbu. Yo'q. Savbu. Saybu. Bu yerda ham yoda rahova sifati bor. Saybu. Saybu deb tez o'tilmaydi. Mislu. Mislu. Demak, bu yerda saning rahovasiga e'tibor qaratamiz. Mislu ham bo'lmaydi yoki misalu bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Mislu. Va ayni paytda la ga ham e'tibor berishimiz kerak. Lamni ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli bor. Muslu. Muslu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Bu yerda og'zimizga e'tibor berib turamiz. Zammada qolib ketish, ikkala saning ikkita tarafidagi harf ham zammali bo'lganligi uchun zammada qolib ketish ehtimoli kuchli. Shuning uchun muslu bo'lib qoladi. Muslu. Muslu emas, balki mus sani o'z mahrajiga qaytish kerak. Muslu. Muslu. Mana shunday talaffuz qilinish kerak. Ayni paytda sani o'z mahrajidan chiqaraman deb mislu ham bo'lmasin. Mislu, balki muslu. Masal. Laning bayniya sifatiga e'tibor qaratamiz. Kawsar. Kawsar. Demak, vovga e'tibor beramiz. Kavsar bo'lib qolish kerak emas. Kavsar. Kawsar. Va sani ham ingichkaligiga e'tibor qaratamiz. Roni yo'g'on qilaman deb sar. For bo'lib qolishlik kerak emas. Va ayni paytda sani ingichka qilishim kerak deb ro ham ingichka bo'lmasin. Kawsar bo'lmaydi. Kawsar. Kawsar. Aksara. Aksara. Kofning shaddalariga e'tibor qaratamiz. Yuksiru. Bu yerda ham mana kaning mahrajiga labimiz qaytishi kerak. Ayrimda yuk bo'lib yuk. Kaf ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli bor. Yuksiru, balki yuk, mana k og'zimiz qanday tursa, k yuk da ham xuddi shunday turish kerak. Yuksiru. Asbata. Sanin rahovasiga e'tibor qaratamiz. Yusbitu. Bu ham yuqorida aytganimizdek
Yuthbitu emas, yuthbitu. Balki youth labimiz, tilimiz o'z joyiga qaytishi kerak. Yuthbitu. Ayni paytda yuthbitu bo'lmaydi. Balki yuthbitu. Istakthara. Demak, sinni roha va kofning shadda sifatlariga, ham sifatlariga e'tibor qaratamiz. Yastakthiru. Istathqala. Bu yerda ham fa'ning rohavasiga e'tibor qaratamiz. Yastathqilu. Yastasqilu bo'lmaydi. Balki yastathqilu. Sin bilan fa'ning muddati bir xil bo'lishi kerak, chunki ikkalasida ham rahova sifati bor. O'tganmiz buni. Yastathqilu. Birini ko'proq, ikkinchisini kamroq ushlamaymiz. Yastathqilu ham bo'lmaydi. Yastathqilu ham bo'lmaydi. Yastathqilu. Bu yerda sin bilan fa'ning farqini tushuntirgan. Samar. Bu yerda ham demak ma'ning ingichkaligi va ro'ning yo'g'onligiga e'tibor qaratamiz. Samar. Demak sin bilan fa'ning farqi bu yerda. Sabatu. Qalqalaga e'tibor beramiz. Sabtu bo'lmasin. Sabatu. Salsu. Bu yerda demak lomning bayniyasiga salsu bo'lmaydi. Salasu bo'lib qalqala ham qo'yish ehtimoli bor. U ham bo'lmaydi. Salsu. Va ayni paytda salsu bo'lmaydi. Su. Balki sinni aytib olamiz keyin zammaga. Salsu. Salsu ham xuddi shunday. Salsu. Demak, o'qib beramiz. Si, su, bas, sib, sam, sin, samar, saman, thawru, thawbu, thaybu, mithlu, مثل مثل كوثر أكثر يكثر أثبت يثبت استكثر يستكثر استثقل يستثقل سمر ثمر سبت ثبت سلس ثلث. Bu yerda zani ham qo'shib qo'yganmiz, shuni aytib o'tishimiz kerak. Demak, fa bilan zaning mahraji bitta. Buni hali quyida zaga zal harfiga yetib kelganimizda to'laroq o'tamiz. Bu yerda endi yonma-yon berilgani mahraji bitta bo'lganligi uchun yonma-yon berilgan. Faqat sifatlarida farq qiladi. Keyingi harfimiz sodi. Xo'p, sodda mahrajida mana shu ko'rinishi tilimiz mana shunday ko'rinishga ega bo'lishi kerak. Sodning o'zining mahraji tilimizning uchi va pastki sanoya tishlarining orqasidan deb aytiladi. Mana shu ko'rinishda bo'lganligi uchun tilimizning uchi pastki tishlarimiz orqasida turadi. Kelayotgan havo ana bunday tarzda o'tib ketadi. Va sodda aytganimizdek isti'lo sifati hamda itboq sifati bor, yo'g'on juda ham. Shuning uchun tilimizning orqasi ko'tariladi. Tilning orqasi ko'tarilishlik isti'loga dalolat qiladi. Qo'shimcha ravishda bunda itboq bo'lganligi uchun kelayotgan havo mana bu oraliqda birpas qamalib keyin chiqishligi kerak. So bo'lsa qamalmagan bo'ladi. So balki so else asmas else so mana shunday bir muddat yuqoriga yo'naltirib keyin havo tashqariga chiqish kerak bo'ladi. Shunda sod to'la chiqayotgan bo'ladi. Bu yerda shuni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ayrim kitoblarda tilning uchi bilan yuqori sanoyalar orqasidan chiqadi deb berilgan. Biz aytyapmizki, tilning uchi bilan pastki tishlarning orqasidan deyapmiz.
tilning uchi bilan yuqori tishlarning orqasidan chiqadi degan ma'lumotlar ham bor. Shuni to'g'ri tushunib olish uchun ta'kidlab o'tmoqchiman. U kitobda nazarda tutilgan narsa havo nazarda tutilgan. Tilimizning uchi pastda turadi, lekin havoning yo'nalishi tilimiz haligi sifatlarni chiqarish uchun ko'tarilib turgani uchun yuqoridan kelib, mana bu tepa tishlarning orqasidan mana chiqyapti. Mana ishoramizga qarab turilsa, kelayotgan havo tepa tishimizning orqasidan chiqyapti. Havoni nazarda tutib, ular demak tilning uchi hamda tepa tishlar orqasi deyilgan. Buni hech qanday noto'g'ri tushunadigan joyi yo'q. Lekin ustozsiz o'qiydigan bo'lsa kitobni sal noto'g'ri tushunib qolib, tilning uchini tepa tishning orqasiga olib boradiganlar ham uchrab turadi. Shuning uchun to'g'ri tushunib olish ma'nosida aytib o'tyapman. Tilning uchini tepa tishning orqasiga olib borilmaydi. Af deb aytilmaydi. Af emas. Balki tilning uchi pastki tishning orqasida turadi. Faqat kelayotgan havo tilimiz yuqoriga ko'tarilgani va itboq sifatini berib tanglayimiz orasida qamalgani uchun chiqayotganda tepa tishning orqasidan chiqqani sababli tilning uchi bilan yuqori tishimizning orqasidan deyilgan. Shuni yaxshilab anglab olishligimiz lozim bo'ladi. So. Mana bu yerda ham so itboq sifatini yaxshilab bildiramiz. So emas, oddiy so. So bo'lsa isti'lo bo'lyapti to'g'ri. So, lekin itboq yo'q. So emas, so qamalish kerak. Si. Mana bu yerda ham itboq sifati borligi uchun tanglayda bir oz qamalib, keyin si deb talaffuz qilinadi. So. Va shuni yana ta'kidlab o'tish kerak. Bu yerda yana bir kuzatiladigan xato, iloji boricha sodni talaffuz qilayotganda labimiz ishtirok etmaydi. Hali mahrajdan tushuntirganda aytdik, mahraji til uchi bilan pastki tishimiz orqasi deb labni aytganimiz yo'q. Shuning uchun labdan chiqmaydi. Yo'g'on qilaman deb ayrimlarda juda ham as deyish holatlari uchraydi. As yo'q, unday emas. Else oddiy. Else labimiz joyida turadi. Yuqorida tabiiy ravishda tilimiz ko'tarilib yo'g'onlashishi kerak. Bu sun'iylashtirib labimiz bilan yo'g'on qilinmaydi. As deyilmaydi, balki else. Bu yerdan xuddi shunday so da ham mana so oldin soni aytib olib, keyin zammasini aytamiz. So, ya'ni so deb aytilmaydi. Sum. Bu yerda demak zammadan keyin mimga labimiz qaytish kerak. Sum bo'lib qolish holati uchraydi. Sum yo'q, sum hamda bayniyasini bildiramiz. Sif fanin rohova sifatini bildiramiz. Sif deb to'xtalib qolmaydi. Sifa bo'lib qala ham bo'lmaydi. Sif. Ayni paytda fanin demak mahrajini unutmasligimiz kerak. Tepa tishimiz bilan pastki labning yuza qismini ichkarisidan chiqadi. Pastni sif bo'lmaydi. Sif. Haliga aytganimizdek sodga labni ishtirok etqizigan paytda f ni ham shunga ulab yorilish holati uchrab turadi-da. Sif bo'lib qoladi. Sif. Fas. Demak sodda ham rohova sifati bor. Shuning uchun faso bo'lib qala ham bo'lmaydi. Fas bo'lib to'xtab ham qolinmaydi. Fas bir muddat ham sofir, ham rohova sifatini yaxshi bildirib turish kerak. Sorof. Sodaru. Bu yerda kuzatilishi mumkin bo'lgan xato. Sod yo'g'on, ro ham oldi fathali bo'lganligi uchun yo'g'on, ba'miz ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli kuchli, juda ham. Sabr bo'lib qoladi. Sabr va laman sabara. Sabr ba'da bir ingichkalashib olishlik kerak labimiz. Sabr. Ayni paytda sabr bo'lmaydi. Sabr
r yo'g'on. Basar. Bu yerda ham xuddi shunday bosor bo'lib qolish ehtimoli bor. Bosor. Ba ingichka. Basar. Qasobi. Qasobi. Nasara. Bu yerda ham nasara bo'lib qolishi mumkin. Nasara balki nasara. Na ingichka, sara yo'g'on. Yansuru. Yansuru. Buni demak ixfodan xabar borlarga sot yo'g'on bo'lganligi uchun ixfosi ham yo'g'on, yan bo'lib yo'g'on qilinadi. Agar nazariy darsimizni hali o'tmaganlar bo'lsa, nunni bildirib, bayniyasini bildirib o'tish ham mumkin. Yansuru. Yansuru. Istabsara. Istabsara. Yastabsiru. Yastabsiru. Ba'ni qalqalasi sotning itboqiga e'tibor beramiz hamda sinning roxavasiga. Bu yerda endi sin bilan sodning farqi tushuntirib o'tilinadi. Sin bilan sodning mahraji bitta. Shuning uchun yonma-yon berilyapti. Faqat o'sha sifatini ajratib olishimiz kerak. Sin ingichka, sod yo'g'on. Safaru. Safaru. Bu yerda ham demak ro'ni yo'g'oni, fa'ni ingichkaligiga e'tibor qaratamiz. Safaru. Bu yerda ham basorga o'xshab sod yo'g'on, fa ingichka, ro yo'g'on. Ikkita yo'g'onning orasida fa'ning ingichkaligini yaxshilab bildirishimiz kerak. Safar bo'lmaydi. Safaru. Ayni paytda ralarga ham nimalarga e'tibor qarataylik? Bayniyasini bildirish kerak. Safar bo'lib qolmasligi kerak. Safaru. Sayfu. 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 Ya'ni roxavasi va fu bo'lib qolmasligi kerak. Fu. Sayfu. Fa'ni aytib, keyin zammaga chiqamiz. Sayfu. 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 Intasaba. Intasaba. Ixfo qiladiganlar bo'lsa, demak intasaba. Intasaba. Mana shunday talaffuz qilinadi. So, si, su, sun, sif, fas, saraf, sabar, basar, qasab, nasara, yansuru, istabsara, yastabsiru, safaru, safaru, sayfu, sayfu, intasaba, intasaba. Bugungi darsimiz mana shu ikki harfdan iborat. Keyingi darslarimizda to va undan keyingi jim harflarini o'tishga harakat qilamiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.